Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya natijasida real hisobda qanchaga oshdi? Oddiy pensionerning qo'liga tushadigan pul necha so'mga ko'paydi va bu oshish hamma uchun bir xil bo'ldimi yoki yo'qmi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, buva, nogironlik pensiyasi oluvchi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga bog'liq inson bor. Agar siz pensiya miqdorini noto'g'ri hisoblayotgan bo'lsangiz, ayrim qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda quruq gap emas, amaliy hisob-kitob hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini juda sodda qilib aytaman. Indeksatsiya degani pensiya, nafaqa yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarning narx-navo oshishi, inflyatsiya va davlat budjeti imkoniyatlariga qarab ma'lum foizga ko'paytirilishidir. Ya'ni siz 2002 yilda 20 million so'm pensiya olgan bo'lsangiz, keyingi yillarda davlat qarorlari bilan bu summa bir necha marta oshirilgan. Ammo muhim savol shuki, bu oshish qog'ozda nechaga teng? Amalda esa pensionerning xarid quvvatiga qanday ta'sir qilgan? Ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin o'z pensiyasida nega kutilgan darajada farq bo'lmaganini tushunmaydi. Sababi pensiya oshishi ko'pincha foiz bilan beriladi. Masalan, 10% oshdi deyilsa, 70 ming so'm oladigan odamda oshish 70 ming so'm bo'ladi. 2 million so'm oladigan odamda esa 200 ming so'm bo'ladi. Demak, foiz bir xil. Lekin qo'lga tushadigan real qo'shimcha summa har xil. 2020-2024 yillarda pensiyalar bir necha bosqichda oshirildi. Amaliy hisob-kitob qilish uchun men eng asosiy indeksatsiya zanjirini tushuntiraman. 2020 yilda pensiya 7% va keyin foiz atrofida oshirilgan bosqichlar bo'ldi. 2021 yilda ham foizlik oshirishlar kuzatildi. 2022 yilda 2% va 7%lik oshirishlar bo'ldi. 2023 yilda 7% va yana 7% atrofidagi oshirishlar amalga oshirildi. 2024 yilda esa pensiya va ijtimoiy to'lovlar 25% ga oshirilgani ko'pchilik uchun sezilarli bo'ldi. Men bu raqamlarni umumiy tahlil uchun aytyapman. Chunki aniq sana, aniq toifa va aniq to'lov turi bo'yicha hisob-kitobda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nuqtaga kelamiz. Agar 2020 yil boshida pensioner 1 million so'm pensiya olgan bo'lsa va uning pensiyasi barcha umumiy indeksatsiyalar bo'yicha oshib borgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu pensiya taxminan 2 million 207 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni nominal oshish 2 million 207 ming so'm, foizda esa taxminan 24% dan ortiq. Oddiy qilib aytsam, pensiya qog'ozda 2 baravardan ko'proq oshgan. Lekin bu pulning real qiymatini baholash uchun non, go'sht, dori-darmon, kommunal to'lov, transport, kiyim-kechak va boshqa xarajatlar qanchaga oshganini ham hisobga olish kerak. Endi men sizga aniq misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, birinchi pensioner 2020 yil boshida 700 ming so'm pensiya olgan. Bu odamning pensiyasi umumiy indeksatsiyalar orqali ketma-ket oshirilgan bo'lsa, 2024 yilga kelib taxminan 1 million 573 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda farq pakinus 73 ming so'm. Qog'ozda qaraganda juda katta o'sish. Ammo shu pensioner dorixonaga kirganda yurak dorisi, bosim dorisi, qandli diabetga qarshi dori, vitaminlar va oddiy og'riq qoldiruvchi vositalar narxini ko'rsa, o'sishning katta qismi dori-darmon ketayotganini his qiladi. Ikkinchi misol. 2002 yilda 1 million 200 ming so'm pensiya olgan sobiq ishchi yoki o'qituvchi bo'lsin. U ko'p yil ishlagan, ish staji yetarli, oylik maoshi davrida o'rtacha bo'lgan. Agar indeksatsiya ketma-ket qo'llangan bo'lsa, 2024 yilga kelib uning pensiyasi taxminan 2 million 696 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Qo'shimcha o'sish 1 million 96 ming so'm. Bu odam uchun oshish nisbatan sezilarli, chunki bazaviy summa katta bo'lgan. Lekin u ham shuni bilishi kerak. Pensiya faqat foiz bilan oshgani uchun uning individual ish staji, avvalgi ish haqi, qo'shimcha ustamalar imtiyozli toifaga kirish-kirmasligi alohida tekshirilmasa, u o'ziga tegishli bo'lgan ayrim hisob-kitoblardan bexabar qolishi mumkin. Uchinchi misol. 2020 yilda 2 million so'm pensiya olgan pensioner bo'lsa, umumiy koeffitsient bo'yicha 2024 yilda uning pensiyasi 4 million 194 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda oshish 2 million 194 ming so'm.
Endi qarang, 700 ming so'm olgan odamda o'sish 103 ming so'm bo'ldi. 2 million so'm olgan odamda esa 2 million 404 ming so'm bo'ldi. Shuning uchun ko'pchilik hammaniki 15% oshdi. Lekin nega falonchining pensiyasi mendan ko'proq oshdi deb so'raydi. Javob oddiy, foiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin boshlang'ich pensiya miqdori har xil. Bu yerda yana bir juda muhim masala bor. Minimal pensiya miqdori ham yillar davomida oshib bordi. 2020-2022 yillarda eng kam pensiya miqdori 530 ming so'm atrofidan yuqoriroq darajaga ko'tarildi. Keyingi indeksatsiyalar natijasida 2023 yilda 700 ming so'mdan oshgan darajalar paydo bo'ldi. 2004 yildagi 15%lik o'sishdan keyin esa eng kam yoshga doir pensiya miqdori 900 ming so'm atrofidagi darajaga chiqdi. Aniq summa qaror sanasi va to'lov turiga bog'liq bo'lishi mumkin, lekin umumiy tendensiya shuki. Past pensiya oluvchilarni minimal chegaradan past qoldirmaslikka harakat qilindi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lganlar. Chunki ayrim holatlarda pensiya miqdori indeksatsiya bilan emas, eng kam belgilangan darajaga yetkazish orqali o'zgaradi. Masalan, odamning hisoblangan pensiyasi 110 ming so'm chiqsa, lekin amaldagi minimal pensiya 920 ming so'm bo'lsa, u minimal darajagacha ko'tarilishi mumkin. Bu yerda inson mening pensiyam 15% ga oshmadi deb o'ylashi mumkin. Aslida esa uning pensiyasi minimal kafolat bilan bog'liq tartibda hisoblangan bo'ladi. Ikkinchi e'tibor berishi kerak bo'lgan toifa ish staji to'liq bo'lmagan pensionerlar. Ko'pincha odamlar men ham buni yoshga yetdim, nega pensiyam kam deb so'rashadi. Pensiya faqat yoshga qarab emas, ish staji, sug'urta badallari to'langan davr, rasmiy ish haqi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar va arxiv hujjatlariga qarab hisoblanadi. Agar odam yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsa, konvertda maosh olgan bo'lsa yoki ish joyi hujjatlarini to'liq topshirmagan bo'lsa, pensiya hisobida bu yillar to'liq aks etmasligi mumkin. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi va nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham farq bor. Nogironlik pensiyasi ish staji va oldingi daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Nogironlik nafaqasi esa boshqa tartibda belgilanadi. Indeksatsiya ikkalasiga ham ta'sir qilishi mumkin, lekin hisoblash usuli bir xil emas. Shuning uchun qo'shnimning nogironlik to'lovi oshdi, meniki nega boshqacha degan savolda avvalo to'lov turi bir xilmi? Nogironlik guruhi bir xilmi? Ish staji bormi? Qo'shimcha parvarish puli bormi? Shular tekshiriladi. To'rtinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafot etgan, oilada voyaga yetmagan farzandlar qolgan. Bu holatda to'lov miqdori boquvchining ish staji, o'rtacha daromadi, qaramog'idagi shaxslar soni va qonunchilikdagi minimal kafolatlarga bog'liq bo'ladi. Indeksatsiya umumiy summa ustiga qo'llanadi. Lekin oiladagi bolalar soni o'zgarsa, bola 12 yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa yoki davom ettirmasa, to'lov ham o'zgarishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olsangiz, SMS xabarnoma yoki bank ilovasi orqali miqdorini ko'rib borsangiz, oxirgi indeksatsiyadan keyingi summa qarorda ko'rsatilgan foizga taxminan mos tushsa va sizning ish stajingiz bo'yicha bahsli davrlar bo'lmasa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya jamg'armasidan o'z pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot olishni tavsiya qilaman. Chunki 70 ming so'mlik xato ham bir yilda 600 ming so'm. 5 yilda 3 million so'm degani. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya har doim ham siz kutgan kundan boshlab qo'lingizga tushmaydi. Qaror bir sanada e'lon qilinadi. Kuchga kirish sanasi boshqa bo'lishi mumkin. To'lov esa bank kartasiga yoki naqd shaklda belgilangan jadval asosida keladi. Shuning uchun birinchi oyda summa biroz chalkash ko'rinishi mumkin. Ayrim hollarda qayta hisoblangan farq keyingi oyda qo'shib beriladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshganda undan ayrim ushlab qolishlar bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori bo'yicha qarzdorlik, bank krediti, ortiqcha to'langan summani qaytarish, ijro hujjatlari bo'lsa, pensioner pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin ushlab qolish sababli kartaga kamroq pul tushgan. Bunday holatda bankdan yoki ijro organidan ushlab qolish tafsilotini olish kerak. Uchinchi nozik jihat, hamma ijtimoiy to'lov pensiya emas. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi,
Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha bularning hammasini pensiya deb ataydi. Lekin qonuniy hisoblash mexanizmi boshqa. Shu sababli indeksatsiya haqidagi xabarni eshitganda, avvalo bu qaror aynan mening to'lov turimga tegishlimi degan savolga javob topish kerak. 4-tuzoq ish stajidagi bo'shliqlar. Masalan, ayol kishi 1988 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, keyin bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan, keyin bozorda savdo qilgan. Mehnat daftarchasida zavod davri bor. Lekin bozor davri rasmiylashtirilmagan. Pensiyaga chiqqanda u men butun umr ishladim deydi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Ammo pensiya hisobida faqat hujjat bilan tasdiqlangan davrlar olinadi. Shuning uchun pensiya kam chiqishi mumkin. Agar eski ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish juda muhim. 5-nozik jihat pensiya tayinlangandan keyin ishlash. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu holatda qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab ishlayotgan pensionerning to'lovi qayta hisoblash imkoniyati. Sug'urta badallari va ish staji masalalari alohida ko'riladi. Men pensiyada bo'lsam ham 3 yil ishladim. Nega pensiyam avtomatik katta oshmadi degan savol ko'p uchraydi. Javob shuki, indeksatsiya boshqa. Yangi ish davrlari asosida qayta hisoblash boshqa masala. Buni alohida ariza bilan aniqlashtirish kerak bo'ladi. 6-nozik jihat, inflyatsiya. 2024 yillarda pensiyalar nominal jihatdan sezilarli oshdi. Men yuqorida 2 million so'm pensiya taxminan 2 million 207 ming so'mga chiqishi mumkinligini aytdim. Lekin shu davrda oziq-ovqat, dori, yo'qilg'i, kommunal xizmatlar, ijaralar, transport va maishiy xizmatlar ham oshdi. Demak, pensioner uchun asosiy savol pensiyam nechaga oshdi? Emas, shu pensiya bilan oldingidan ko'proq narsa sotib olyapmanmi yoki yo'qmi? Bo'lishi kerak. Agar go'sht, yog', un, dori va elektr xarajatlari 2 barobar oshgan bo'lsa, pensiyaning 2 barobar oshishi hayot darajasini keskin yaxshilamasligi mumkin. Lekin oshirish bo'lmaganda vaziyat bundan ham og'irroq bo'lardi. 7-istisno, qo'shimcha ustamalar. Ayrim pensionerlarda orden medallar, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqom, yolg'iz keksalik, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik, alohida xizmatlar uchun ustama kabi holatlar bo'lishi mumkin. Bunday ustamalar har doim ham asosiy pensiya bilan bir xil ko'rinishda oshmaydi. Ba'zilari qat'iy summa, ba'zilari belgilangan bazaviy miqdorga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun yakuniy pensiya kartaga tushganda u bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov va boshqa elementlar. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, oxirgi 12 oyda kartangizga yoki naqd shaklda tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Har oy bo'yicha alohida yozing. Masalan, yanvar, fevral, mart, aprel deb. Agar bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki SMS xabarlar asosida qayd qiling. Bu sizga qaysi oyda oshish bo'lganini, qaysi oyda ushlab qolish bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Bu juda muhim. Chunki bir xil oshirish xabari turli to'lovlarga turlicha ta'sir qilishi mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklda ham yuritiladi. Lekin pensionerlar uchun eng qulay yo'l ko'pincha tuman yoki shahar bo'limiga borib, mutaxassisdan yozma yoki rasmiy tushuntirish olishdir. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, hisob-kitob varag'ini yoki pensiya tayinlash bo'yicha ma'lumotni so'rang. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, diplom, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjatlar bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollar uchun familiya o'zgarishi sababli eski ish stajini tasdiqlashda nikoh guvohnomasi juda muhim bo'lib qoladi. 5-qadam, agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, shunchaki tekshirib bering demang. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirishni, ish stajim va o'rtacha ish haqim hisobga olingan davrlarni ko'rsatib berishni. 2020-2024 yillardagi indeksatsiyalar to'liq qo'llangan, qo'llanmaganini tushuntirishni so'rayman.
Mana shunday yozilsa, masala aniq qo'yiladi. 6-qadam. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ko'plab pensionerlarning pensiyasi aynan arxiv ma'lumotlari topilgandan keyin oshadi. Masalan, odam 10 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi yoki buyruq raqami yo'q. Arxivdan ishga qabul qilingan, ishdan bo'shagan lavozimi va ish haqi haqidagi ma'lumotnoma topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 7-qadam. Har bir oshirishdan keyin eski va yangi summani solishtiring. Masalan, siz avgust oyida 1.200.000 so'm olgan bo'lsangiz, 15%lik oshirishdan keyin taxminan 2.700.000 so'm atrofida bo'lishini kutasiz. Agar kartaga 1.907.000 tushsa, darrov xulosa qilmang. Balki bir qismi ushlab qolingandir. Balki to'lov davri to'liq oy emasdir. Balki qayta hisob keyingi oyda qo'shilardir. Lekin baribir sababini so'rashga haqlisiz. 8-qadam. Oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p buvalar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'ni o'qimaydi. Hujjatlarni yig'ishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, sizlar yordam bering. Birga borib, savollarni yozib olib, mutaxassisdan so'rang. Chunki pensioner inson ko'pincha idorada hayajonlanib, asosiy savolini unutib qo'yadi. 9-qadam. Pul evaziga pensiyangizni oshirib beraman degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar kimdir tanish bilish orqali mo'jiza va'da qilsa, bu xavfli. Siz rasmiy ariza, rasmiy javob va qonuniy hujjat bilan ishlang. Haqiqatan ham xato bo'lsa, uni rasmiy tartibda tuzatish mumkin. Demak, 2020-2024 yillarda pensiyalar nominal jihatdan sezilarli oshdi. Oddiy hisobda 2002 yilda 1 million so'm pensiya olgan odamning pensiyasi ketma-ket indeksatsiyalar natijasida 2024 yilga kelib taxminan 2.247.000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin har bir pensionerda yakuniy summa ish staji, pensiya turi, minimal kafolat, ustamalar ushlab qolishlar va qayta hisoblash holatlariga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangizni shunchaki kartaga tushgan pul sifatida qabul qilmang. Uning qanday hisoblanganini tekshiring. Ayniqsa ish stajida bo'shliq bo'lsa, eski ish joylari yopilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'lsa, albatta hujjatlarni tartibga keltiring. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz 2020 yildan 2024 yilgacha real hisobda qanchaga oshdi? Oshishdan rozimisiz yoki narx-navo sababli yetmayaptimi? Izohlardagi savollar asosida men keyingi videoda pensiyani qayta hisoblatish, ish stajini tiklash va arxiv hujjatlarini topish bo'yicha alohida batafsil tushuntirish beraman.